rivojlanishlar davrida aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabi oshib bormoqda. Talabning oshishi esa elektr energiyani hisob qilishni, tejamkor hisoblagichlardan foydalanishni ham talab etishi ayni haqiqat. Mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarda tadbirkorlik rivojlanib, aholining farovonligi oshib borishi evaziga elektr energiyasiga talabning muttasil ortib borishi ham alohida e'tiborga olingan. Umumiy hisobda Yangi shahrimizda 3600 kilovatdan oshiq quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, mana 2025-yil hisobidan 1000 kilovatga yaqin quyosh panellari o'rnatildi. Bunda aholi iste'molchilari, ulgurji iste'molchilarda ham quyosh panellari o'rnatishga bo'lgan qiziqish juda ham ortib bormoqda. Undan tashqari ko'p qavatli uylarda ham hammasi hozirgi kunda quyosh panellari bilan to'liq ta'minlanib kelinmoqda. Hozirgi mana bu Yangi shahar Jomiy mahallasida joylashgan Yangi O'zbekiston massivimizda ham 50 ga yaqin ko'p qavatli uylar qurilgan bo'lib, har birida quyosh panellari va geokollektorlar, ya'ni suvni ham isitib beradigan zamonaviy tipdagi geokollektorlar bilan to'liq ta'minlangan bo'lib hisoblanadi. Hozir bugungi kunda ham mana bu ikkita transformatorimiz, ya'ni aholini sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida transformatorni ishga tushirdik. Hozir aholi iste'molchilarini to'liq elektr energiyasi bilan ta'minlab bermoqdamiz. Bu transformatorlarni ertaga kuyib ketmasligi uchun, yuklama bilan ishlamasligi uchun mana shu har bitta ko'p qavatli uylarga quyosh panellari qo'yib borilmoqda. Bu yoritish sistemasini to'liq o'zini o'zi qoplaydi. Bundan tashqari transformatorlarda ishlashiga ham katta yordam beradi. Hududda Prezidentimizning 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilab berilgan vazifalar ijrosi doirasida kam ta'minlangan ehtiyojmand aholi xonadonlariga elektr energiyasining muqobili quyosh panellarini o'rnatib berish ishlari davom etmoqda. Shahar hududida energiya resurslarini hisob qilish bo'yicha 2600 kilovat quyosh paneli, 5100 litr geokollektor hamda 9 dona reaktiv kompensator qurilmasini o'rnatish rejalashtirilgan. Shundan hozirgi kunda 1000 kilovat quyosh paneli, 16000 litr geokollektor va 9 dona reaktiv kompensator o'rnatilishi ta'minlandi. Bundan tashqari 1808 ta xonadonni 2 bosqichli tizimga o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, 1596 ta xonadonni 2 bosqich tizimga o'tkazilishi ta'minlandi. Mahallalarda energiya resurslaridan tejamkorlikda foydalanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish yuzasidan Yangi shahar prokuraturasi, ta'minotchi korxona mas'ullari tomonidan energiyani hisob qilish uskunalari va tejamkor hisoblagichlarini o'rnatishning xonadon egalariga afzalliklari, iste'mol madaniyatini shakllantirish yuzasidan muntazam ravishda tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Yangi shahar prokuraturasi tomonidan yoqilg'i energetik sohasida davlat nazorati o'rnatilgan bo'lib, o'tgan davrda shaharda jami 18 million 702 ming kub metr tabiiy gaz qabul qilingan bo'lsa, iste'molchilarga 17 million 597 ming metr kub tabiiy gaz yetkazib berilgan. Shunda 5,9% tabiiy gaz yo'qotilgan. Shuningdek, jami 36 million 345 ming kilovatt soat elektr energiyasi qabul qilingan bo'lsa, iste'molchilarga 32 million 145 ming kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berilgan. Elektr energiya bo'yicha 11,6% elektr energiyasi yo'qotilgan. Yuqoridagi tafovutning kelib chiqishiga o'g'irlik, havo tarmoqlari, transformator ehtiyot qismlari va yer osti tabiiy gaz quvurlarining eskirganligi hamda boshqa holatlarda sabab bo'lmoqda. Shuningdek, noqonuniy foydalanish bilan bog'liq 137 ta aniqlangan holatlar bo'lib, bunda 1 milliard 300 million so'mlik zarar yetkazilgan. Yirik o'g'irliklar bo'yicha 2 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda va tergov natijalariga ko'ra sudga ochirilishi ta'minlandi. Aniqlangan noqonuniy holatlar bo'yicha shahar prokuraturasi tomonidan qonuniy baho berilgan. Mahallalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatish ishlariga kirishilgan. Bu ishlar ko'lami aholi xonadonlarida ham davom etyapti. Quyosh panellari o'rnatishning qulayliklari, bu boradagi talab va tavsiyalar, imtiyozlarni yangiyerlik odamlar anglab yetmoqda. Afzalliklari quyosh panelida endi qo'yilgandan keyin shu iste'moldagi elektr energiyani o'zimiz ishlab chiqargandek bo'lamiz. Elektrisitka masalan davlatdan taqdim qilingan elektr energiyadan deyarli foydalanmaymiz. O'zimiz ishlab chiqarganimizga kilovatiga 1000 so'mdan davlat pul to'lab beradi. Investorlarning ko'rsatkichi bo'yicha foydaga chiqyapmiz. Bu deyarli bu ham bir tadbirkorlikda hisoblanadigan. Bir oyda 50 kilovat qo'ygan bo'lsak, 8-10 millionlik tok ishlab chiqarish quvvatiga ega ekan
quyoshimiz mana O'zbekistonimizda quyosh ko'p, toza bo'lsa, ustida changi bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, demak ko'proq kilovat tok beradi. Hisobimiz bo'yicha 5-6 million daromadga kirdik deb hisoblab turibmiz. Tadbirkorlik faoliyatimizda ham bu quyosh panelidan foydalanyapmiz. Xudo xolasa buni ham o'rnatdik. Hozircha 70 kilovat. Bu natijasini ko'rib, xudo xolasa buni ham kilovatlarni ko'paytirib qo'ymoqchimiz. Afzalliklari bu ishxonalarda, xonadonlarda qo'yilgan joylarda soliqdan imtiyozlar berilyapti. Yer solig'i, mulk solig'idan 10 yilga ozod qilyaptilar. Prezidentimiz, muhtaram prezidentimizning topshiriqlari bilan shu narsa juda qo'l kelyapti. O'ylab ko'rsa ziyoni yo'q. Imkoniyati bor odam qo'ysa ziyon qilmaydi. Tadbirkorligimizga ham bir ancha yordami tegadi buni deb o'ylayman. Sababi o'zimiz ishlab chiqargan energiyamiz hisob-kitob расчет qilib hisoblanganda, masalan, har oyi 20-30 million pul to'lagan bo'lsak, bu teng yarmini ishxonani ham yopyapti. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining bir qator afzalliklari borki, aholi bu qulayliklardan to'g'ri foydalanyapti. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Yangiyerda aholi quyosh panellarini o'z ehtiyojlari uchun ishlatish bilan birga daromad olish mumkinligini ham tushunib yetdi. Ayniqsa qayta tiklanuvchi energiya manbalarining afzalliklari tadbirkor Bahriddin Danishov singari zamondoshlarimizga juda qo'l kelyapti. Noyabr oylarida qo'ygandim, 10 kilovat qo'yganman. Qishi bilan mana quyosh unchalik qishda bo'lmaydi, lekin umuman svetga pul to'lamadim. Hozirgi kunda quyosh ko'proq, yozgi kuni xudo xolasa mana effektini ko'ramiz. Ham 1000 so'mdan ortiqchasini sotdim. Kartanga pul tushirib olamiz. Har oyda oxirida shu ortiqcha summalarni pul tushirib olamiz. Qolgani umuman pul to'laganim yo'q davlatga. Afzallik juda katta, yaxshi. Hozirgi kunda mana men 4,5 milliondan qo'yganman kilovatini. Hozirgi kunda 3 million 700 dan naqd qo'yib beramiz deb aytishyapti. Bu degani juda ham yaxshi. Yana ham yengillashdi-da. Biz 4,5 milliondan qo'yganmiz, lekin effekti bor. Yana xudo xolasa bu narxlarni ko'rib qo'yish niyatim bor. O'zim mana shu sexim ishlab chiqarish meniki. Xudo xolasa 100 kilovatgacha qo'ymoqchiman. Asta-asta, kam-kam qilib. Xudo xolasa 20, 30, 50 qilib 100 kilovatgacha qo'ymoqchiman. Quyoshli xonadon dasturi asosida Yangiyer shahridagi ko'p qavatli uylarga ham quyosh panellari o'rnatish ishlari boshlab yuborilgan. Yuridik shaxslar tomonidan umumiy tarmoqqa sotgan elektr energiyasi uchun 3 yil muddatga foyda solig'ini to'lashdan ozod etilishi aholining qiziqishiga ham sabab bo'lyapti. Quyosh panellarining asosiy afzalliklari, masalan, bir 5 kilovatli quyosh paneli qo'ygan xonadon yil mobaynida umuman elektr energiyasiga to'lov qilmasligi. Ya'ni elektr energiyasi deyarli tekinga tushadi. Bundan tashqari soliqdan ham o'ziga yarasha afzalliklari bor. Muhtaram prezidentimiz 57-sonli qarorlari bilan belgilangandek, panel qo'ygan joyga masalan yer solig'idan ozod bo'ladi. Bundan tashqari elektr energiyasiga pul to'lamaydi. Bundan tashqari o'zini iste'molidan ortib tarmoqqa chiqargan har bir kilovat elektr energiyasi uchun davlatimiz tomonidan 1000 so'mdan subsidiya ajratilmoqda. Bu degani 5 kilovat yoki 10 kilovat qo'ygan xonadon ham elektr energiyasiga umuman pul to'lamaydi. Undan tashqari oyiga 300 ming, 500 ming, 800 ming so'mdan sof daromad keltirmoqda aholi xonadonlariga. Shuning uchun hozirgi kunda quyosh panellariga bo'lgan talab juda ham oshib bormoqda. Masalan, bu yil hisobidan Yangiyer shahrimizda ham 2025-yilning o'zida Yangiyer shahrimizda 50 dan oshiq xonadonlarga quyosh panellari o'rnatildi. Ular ham elektr energiyasiga pul to'lamayapti, ham o'zlariga sof daromad ko'rmoqda. Masalan, Fazilat mahallasida xonadonlarimiz bor. 20 kilovat bitta xonadonning o'ziga 20 kilovat, 30 kilovat quyosh panellari o'rnatmoqda. Bu degani o'zlarining iste'molidan orttirgan elektr energiyalariga 1,5 million so'm, 2 million so'm oyiga daromad ko'rmoqda. Bundan tashqari quyosh panellariga davlatimiz tomonidan kreditlar ham ajratilmoqda. Bundan tashqari subsidiyalar. Masalan, o'z xonadoningizga quyosh panellari qo'yadigan bo'lsangiz, davlat tomonidan eng kam ish haqini 20 baravar miqdorida subsidiya ajratilmoqda. Masalan, 5 kilovatli quyosh panelingiz 25 million so'm bo'ladigan bo'lsa, siz 7,5 million so'm davlatdan ham subsidiya olyapsizda, sizga juda ham arzonga tushmoqda. Bu degani panel qo'ydingiz, siz umuman elektr energiyasiga pul to'lamaysiz. Albatta, elektr energiyasi barqarorligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan yirik loyihalar, ko'rilayotgan ta'sirchan choralar
Viloyatimizning iqtisodiy barqarorligi, pirovardida esa aholi farovonligiga xizmat qiladi. Zero tabiiy zaxiralar kamayib, talab esa karrasiga oshib borayotgan bir sharoitda iqtisodiy taraqqiyotni maqsad qilgan har qanday davlat uchun eng maqbul najot yo'li bu qayta tiklanuvchi energetikadir.